Oltinsoydan Tojikiston Dushanbegacha peshkom bor. Assalomu alaykum qadrdon Instagram, qadrdon internet. Bizni taniganlar, bilganlar bo'lsa, akamiz menga shart bergandi. Surxondaryo viloyati Sheroboddan Toshkentgacha peshkom emas, eshakda yetib borishimni hamda gugurchov amalga oshirishimni aytgandi. Qo'ldan kelgancha shartini bajardim deb o'ylayman. Aka, agar men shartingizni bajardim, qabul qilsangiz sizga ham shart beraman. Avvalambor assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Haqiqatan men bu bolaga shart berdim. Shartimni a'lo darajada bajardi. Mayli shu onoy ekan, agar shart bersa, biz ham bajaramiz. Lekin faqat chegaradan o'tib ketmaydigan shart bo'lsa, bo'ldi. Bo'ldi akajon, bo'lmasa shartni qabul qiling. Sizni o'zingizning yo'nalishingiz sayohatchilik, to'g'rimi? Shunday. Xo'p, sizga ham bo'lmasa shartni zo'r. Oltinsoydan Tojikiston Dushanbegacha peshkom borish shartini beraman akajon. Qabul qilsangiz o'sha. Bo'ldi, men agar shu Oltinsoy tumanidan, Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanidan peshkom Tojikiston Dushanbe shahrigacha, ya'ni O'zbekiston bayrog'ini yelkamga ilib, men piyoda boraman. Lekin siz piyoda anoda eshakda bordingiz, xalq ishondi. Chunki siz eshakda mashinaga mina olmasdingiz-da. Hozir xalq ishonmay qoladi yoki mashinaga mindi yoki boshqa narsa deydi. Shu ishonish uchun men ortimdan jonli efir qilib, istoriya qo'yib, relis qo'yib, siz ham men bilan borasiz. Akajon, bu kutilmagan narsa. Xo'p, ko'ramiz, vaziyatga qarab aniqini aytamiz biz ham. Assalomu alaykum hurmatli internet, Instagram tarmog'idagi bizni kuzatib turgan barcha obunachilarimiz. Mana bularni hozir berayotgan shartlari sal osonlashdi. Ularni yo'nalishidan chiqib ketmagan holda, Jo'rabek akam, mana shu ruchkani olasiz. Qiymatini o'zidan oshirib borgandan so'ng barcha jamiki to'plangan pullarni ehson yo'lda ishlatasiz. Shu yo'bi bu ruchka xuddi gugurt shovga o'xshagan narsa bo'ladi. Xuddi shunday. Xudo xohlasa xalq podдержка qilib tursa, mana shu bitta oddiy ruchkani biz buni qiymatidan baland bo'lgan summaga almashtiramiz va xalqqa ro'zai Ramazon kirishidan oldin biz xalqqa ehson tarqatamiz. Xuddi mana Urug'voy tarqatgan kabi biz ham ehsonni tarqatamiz. Agar bu qiymati oshmagan taqdirda ham o'zimizdan qandaydir miqdorda ehson tarqatamiz. O'zbekiston ahliga biz ham jimgina qarab turmaymiz, hurmatli Instagramdagilar, va birgalikda kimda kim agar ushbu ehsonimizga qo'shilmoqchi bo'lsa, bemalol mana shu akani Instagramiga yozaverasizlar. Agar kimda yana qanaqadir homiylik qilaman desa yoki boshqa qandaydir taklifi bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Xudo xohlasa O'zbekiston qo'llab-quvvatlaymiz va ro'zai Ramazon oylari hamma mana shu imkoni yetmagan oilalarni xursand qilamiz. Faqat birgalikda biz kuchimiz birlashsa hammasini yes qilamiz. Kuch birlikda degandek, mana shu gugurt rochkamiz qiymatini qo'ldan kelgancha akamiz oshiradi. Agar oshira olmasa, Jo'rabek Bro profil egasiga bemalol yozasizlar, 30 qop ro'zai Ramazon oyida ehson qiladi. To'g'rimi akajonim? Bo'ldi, qabul qildim shartni. Xo'p, qani O'zbekiston, podдержка qilamiz.